hamma telefon qurib, bezda qilishyapti arzimagan narsa. Hamma mana shu narsani oddiy taymerga qolmashimiz. Hamma shu taymerga so'rayapti, nima deydi? Vilka tarafi har doim o'zi pastda turadi. Mana o'ng taraf har doim ishlaydigan vaqti bo'ladi. Chap taraf dam oladigan vaqti bo'ladi. Hozir ham bir akamiz telefon qilib 40 minutga 20 qo'yib qo'yibdilar. Naborot qilib qo'yib qo'yganlar. Okey, teskari qo'yib qo'yibsiz. Har safar yetaman, nomni adashyaptilar. Endi bitta narsa mana shu ko'k chiroqni nima deydi? Svetoforda yurasizlar-yu, svetoforda ko'k chiroq yonganda yurasizlar misol. Shuni ishlaydigan vaqtni belgilab olinglar, osongina bo'ladi. Qizil tepasi o'sha qizil svetoforda to'xtaysiz. Xuddi shunaqa qizilda o'sha to'xtaysiz siz ham. Bu degani motor ishlash vaqti ham to'xtaydi. Bu degani mana masalan 20 minutga qo'yasiz, 20 minut dam oladi. Buni ishlaydigan vaqt 40 ga qo'ysangiz, 40 minut ishlab, 20 minut dam oladi. Misol qaysi bir ishlaydi, qaysi biri dam oladi deb, ana har safar ochganda esdan chiqib qoladi bor narsa. Shunda qaraysizlar, ko'k tepasi значит ishlaydi svetofor deb. Mana shu narsani belgilaysizlar bo'ldi. Yozib qo'ysanglar ham, misol uchun TD qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu ham yaxshi variant, lekin mana buni eslasanglar ham, bu ham oson variant-da. Svetofor temasida oddiy bitta layfhack bo'ladi. Bu ham sizlarga adashmaysizlar hech qachon. Mana shu narsaga mana menga ham hozir kuniga 2-3 odam telefon qilyapti, kunisiganiga yaxshi so'tmayapti, teskari buroq qo'yishyapti. Qancha nima deydi, mana shu narsani do'konchilarga jo'natib qo'ysanglar, har holda qiynalishmaydi. Mana shu narsa esingizda qoladi. Hammaga rahmat.